3 ta ayol baxtsiz bo'lib qoldi. Erkak kishining tibbiy bilimining yo'qligi tufayli. Yaqindagina bir oila menga bepushtlik masalasida murojaat qilib kelishdi. 2 yillik turmush, 2 yil davomida homiladorlikning umuman yuzaga kelmaslik holati bo'lgan. Men ularga analizlarni yozib berdim. Analizni yozib berganimdan keyin erkak kishi ayolni chiqarib oldida xonadan o'zi qolib menga "Okajon, men o'zi birinchi marta 20 yil oldin turmush qurganman. 20 yil davomida 4 marta uylandim. Ushbu ayol uning 4-ayoli ekanligini aytdi. Har bir ayolda homiladorlik bo'lmaganligi tufayli doim ajrash bo'lgan, ya'ni ajrashib kelavergan erkak kishi aytishi bo'yicha shu birinchi marta urug' topshirganda urug' foizi 0 ekanligini ko'rganda u yerdagi doktor Hansanda hech qachon farzand bo'lmaydi deb aytgan va shu muammo bilan miyasida qolib ketganda har safar bepushtlikni davolaymiz degan vaqtda bu bahonalar qilib ajrashib kelavergan. Biz ushbu juftlikni yaxshilab tekshirganimizda o'sha urug' ishlab chiqarishi bo'g'ib faqat yo'li yopilganligini aniqladik. Darrov ekologiyani qilganimizda ilk urinishda homiladorlik yuzaga keldi. Men bu bilan nima demoqchiman? Shuncha yillar davomida 20 yil davomida